Yo'l transport hodisasi bu har doim stress, lekin birinchi daqiqalardagi harakatingiz ko'p narsani o'zgartirishi mumkin. Birinchi, to'xtang va avariya chiroqlarini yoqing. Ikkinchidan, o'zingiz va yo'lovchilarning holatini baholang. Agarda kimdir jarohat olgan bo'lsa, tez yordam chaqiring va birinchi yordamni ko'rsating. Uchinchidan, 112 raqamiga qo'ng'iroq qilib, yo'l harakati inspektorlarini chaqirasiz. Bu majburiy qadam hisoblanadi. To'rtinchidan, sug'urta kompaniyangizga qo'ng'iroq qilasiz. Misol uchun, Gross, Uzbek Invest, Apex. Beshinchidan, Yevroprotokol tuzmang. U Ozago bo'yicha ishlamaydi, lekin kaskoga tegishli emas. Oltinchidan, yo'l harakati inspektorlari kelguncha hodisa joyini tark etmang. Bu jiddiy qoidabuzarlik va katta javobgarlikka olib keladi. Yettinchidan, hodisa tafsilotlarini hujjatlashtiring, foto va video oling. Har bir detal muhim hisoblanadi. Va oxirgisi, protokolni joyida rasmiylashtirishga harakat qiling. Bu sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan saqlaydi. Soez Club, bu yerda qiziqarli ma'lumotlar bor. Obuna bo'ling.